ishlar yurishmay qolgan bo'lsa, sehr alomatlari bo'lishligi mumkin. Ishlarni, kasblarni bog'lab qilinadigan sehrul humul deyiladi. Agar ta'sir qilgan bo'lsa, uyquda, o'ngida va ruqiya vaqtida alomat bo'ladi. Sehrlangan odam odatan ruqiya qilish vaqtida oyoq qo'llari zirqirab og'riydi. Chunki ayni qulf, zanjir, kishanlar, tugunlar oyoq qo'llarga bog'lanadi. Ishlar yurishmaydi. O'qigan vaqtda alomat paydo bo'lsa, yurakka sayilgan sehr bo'lishligi mumkin, boshga qilingan sehr. Shuning uchun yurak siqiladi. Ishlar yaxshi yurishmaganidan asablar buziladi, boshlarga og'riq turadi. Yurak o'ynab sanchib turadi. O'qiganda ayni yurakda hovliqish bo'ladi, og'riq bo'ladi. Uyquda cho'chib ketishlar, oyoq qo'llar sakrab uyg'onib ketadi. Tepalikdan tushib ketadi, yiqilib tushishlar bo'ladi. Axlatxona, hojatxona bo'ladi. Ishxonada, ish joyida, do'konda, fabrikalarda yurak siqilib, og'ir yuk paydo bo'lganga o'xshaydi. Qo'l ishga bormaydi, hech narsa yoqmaydi, ishlarga kelmaydi. Yotoqchilar bo'ladi. Agar bo'lsa, alomatlarni ketkizib, sehrni botil qilib, mo'tadillikka o'tkazish kerak Allohimizdan.